Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Teams kitobchamizni taqdim etamiz. Bu kitobchaning yaratilishida Jonkuyar ustozimiz Said va Mo'minur Jonpo'latovaning hissalari katta va men bu kitobchaning yaratuvchisi Azam va Fatima Azamni Buxoro davlat pedagogika instituti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-6BT guruh talabasiman. Bu kitobchamiz ayni ko'zni quvnatadigan, o'quvchini qiziqtiradigan ranglardan, rasmlardan va matematikaga oid bo'lgan rasmlar, aforizmlar, gaplardan tashkil topgan. Matematika bu muammo emas, bu yechimlar dunyosidir. Har bir shtrix-kodning tagida matematikaga oid bo'lgan videolar, matematikaga oid bo'lgan ma'lumotlar, shu bilan birga masalamizning yechilish sharti, tushuntirilish shartlari berib o'tilgan. Kitobimiz 14 ta topshiriqdan iborat. Kitobimizdagi topshiriqlar bilish, qo'llash, mulohaza yuritishga doir masalalar va topshiriqlardan iborat. Birinchi topshirig'imiz, ikkinchi topshirig'imiz, uchinchi topshirig'imiz, 4, 5, 6. Ayni shu 6-chi masalada bilish, qo'llash va mulohaza yuritish kabi barcha mezonlarga doir topshiriq mujassamlashgan. Bu yerda masalaning sharti yozilgan. Bu yerdagi masalani o'qib, o'quvchi ham mulohaza yuritib, o'ylab, berilgan ma'lumotlardan foydalanib, masalani shartini yechadi. 7, 8, 9. Shu bilan birga matematika Teams kitobchamizda qo'shimcha sonlar qatnashgan maqollardan o'quvchini qiziqtira oladigan topshiriqlar ham kiritganman. 10-topshiriq, 11-topshiriq. Ayni 11-topshiriqda qo'llash va mulohaza yuritishga doir. 12-topshiriq, 13, 14. Shu bilan birga kitobchaning orqasida Teams haqida ma'lumotlar va Teams haqida berilgan ma'lumotlarni shtrix kodlari, QR kodlari ham bor. Matematikaning asoschisi Al-Xorazmiy haqida ma'lumot. Bu QR kod orqali Al-Xorazmiyning hayoti va ijodi to'liq aytib berilgan. Mamlakatimiz ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlari haqidagi va 4-8 sinflar matematika fanidan Teams topshiriqlari ham kitobchaga kiritilgan. O'quvchi bu kitobchani ichidagi topshiriqlarni bajarib bo'lgandan so'ng bu masalalarni ham ko'rib chiqish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga PISA haqidagi ma'lumotlar ham kitobchamizga kiritilgan.